kommentariyamni portlatib yubordinglar. Sayqalli cheesecake eng zo'r deb keldim yeb ko'rganim. Ko'ramiz, haqiqatan eng zo'rimi yoki shunchaki vohma qilyapsizlar. Xullas, bu qulupneligi ekan. Mana bu yerda qulupnel jam borda, juda ham shirin, mazasini buzyapti. Lekin cheesecake o'zining strukturasi zo'r. Haqiqatan zo'r. Cheesecake qottaligi zo'r, prям пышный. Strukturasi zo'r, prям bunaqa krem. Lekin lotus pasta sezmadim nimagadir. Uzr. Bu mangoli cheesecake. O'sha gap, strukturasi zo'r. Lekin mana sirop bor-ku, слишком ko'pda, medaga teyapti. Xullas, fikrimga keladigan bo'lsangiz, cheesecake'larning o'zining strukturasi, o'zini yesangiz mazza. Menimcha bor klassik shokolad bilan yeyish kerak edi, zo'r bo'lardi. Lekin men bu qulupnay bilan mangoni mana shu siropi слишком medaga tegadigan ekan. Men bu pistashkovida ham xuddi shu ahvol. Lotusda ozgina lotusda sezmadim. Dabavkalarni hisobga olmasa, cheesecake o'zi menga juda ham yoqdi. Strukturasi o'tirib, Sebastian qanday bo'lish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa kremli. Lekin mana bu qo'shimchalardagi kamchiliklar bor. Lekin yana bitta narsani aytmoqchiman. Iltimos, sayqaldagilar personal ustida ishlaylar. Ayniqsa hosteslarning ustida. Chunki hostes bu sizlarning yuzinglar. Любой restoranni yuzi bu hostes. Mehmonlarni kutib oladi, mehmonlar bilan ilk muloqot qiladigan odam shular bo'ladi. Shuning uchun iltimos, ularning ustida ishlaylar. Qanaqa javob berish kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Cheesecake'lar menga juda ham yoqdi. O'zi dabavkasiz. O'zini yesanglar maza qilasizlar. Bu meni fikrim. Sizlarning fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozib keting.